Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz oldingi soat darslarda navbatdagi mush turbatni ishlab mushlik olib kelgan qo'y. Hamda navbatdagi eng yangi mazmunlar bilan tavsiya mazmunlarni har bir mazmunlarni mavzusini yiqib kelsa ularni chiqarganlarda hozir 10 qur mazmun bo'lmaydi. 10 qur mazmun bor. Har bir qur mazmunni çekse ayrım bet icazı adeta ulan bir bakılma ulan bir bakılma ha bunun da şu torociti şu aval xatirada program içi olmuş anladık ki nöbetki ma torbet ölçüsünü ma xatiradan üstüge taşıp aldık hem de bunun kaydan olsak bu yerdeki mezmunlar muşşuma en iyi mezmunlar muşşuğa yani bununla ayrım ulan bir paklı ha mesela neye gel muşun özü ulanın içi 40 yazın şu an o zaman biz ma 5'ga tırnak açlık ay boşluk hırften 5 yoki mana nisbatlıq anamdaki keyni uchun ayil oxirlashtirdik shunaqa xo'sh endi men buni bovsin qilib muhabbatni shoshilib kirib baqilay ikkinchi qur'on bo'ldimi ikkinchi qur'on bo'ldi biz buni birinchi qur'a bamatimiz mana qilib turibdi ha buni qoida bo'yicha mana o'tib chiqsin endi ma ulanmani men ko'chirib oldim küçürüp bir çapladım, maya çapladım, manam çapladım. Hemen çaplayayım ya. Koncadan Venüs çapladım. Kanalıma koncasını küçüldüm, koncadan çapladım ahir sonra. Eğer de siz mayaga ulanın mayaga berip mayaga. Ma eğerpini ahirden mayada ahirlaş olmasanız vakitte. Ana oldu derseniz mayda arkadaşlamazsınız. Umum mezmunun hemmisi birden ulanıp gezdi. Yani buldum hava. Havan birisini bastım. Baskan için nöbet ki betinin özü bir olsa muşu biz belirtken betke kırk etti mi? Bundan olsa bu meseleni kadar aylıklıyız. Bu meseleni kadar aylıklıyız. Ma xilafını aldığa. Tarcet tam. Ma koşbaşın içine. Az sızık yan hisbedik. Şuna zaman hem de ben mayadım mahiret aldığını maç tarih geçecek için bunu küçük aldım. Küçük aldığı için mayaga cevap verdim. Hemmisi okşaş yönü çıksın. Endi qaramasak qanday oldu yengmada ichildi qo'y. Endi ma xatlarni ostida qolsangiz xatning ostida nima bor? Xatning ostida siziq bor. Andan keyin ularni qilgan xatga mavzni yiqasa o'zgaradigan mana holatda qilib qo'ying. Ya'ni xatning ana ustiga. Ma xiyatning ustiga, ha, mayaga. Xiyatning ichiga. Tana ichbadoq style tan style boşluk. Style boşluk. Style 2 tipi tam text CSS. Sana yaptık. Hem de aslında yine style'ni ağırlaştırdık. Bunun özü şu HTML'ga yazılan CSS'ninki kıymeti mevcut. Çanızma yaptığında anladın ki bu yagi biz umumi yani mesela biz hazır neyimiz maksı degan vaqtda muşu ulanı qilgan xatlar o'zi normal qapqarang bo'lsin mouse yiqiga ekan ko'k qizil basqan ko'rgan o'zgarsinmi undan olsa mana qalsin bo'ldi ha bu yerga qarasangiz bu yerda to'siq qiymat nima berilgan yine aynen içindeki ulanma
xatning rangi maqlarında tekstniki shakli, ya'ni tekstniki bezak olti, ya'ni yo'q. Osti chiziqni o'chirdim. Dekoratsiyaniki qiymati 0 bo'lsa, osti chiziq o'chirdi. Tushundingizmi? Ma ay degan o'lam qilgan xatniki. Ma ay vestet bo'lsa, bu mushu mouse chekilganning olti. Ma qo'yir bo'lsa, mouse yiqi ekan olti. Ma aktiv bo'lsa, chekilib bo'lgandan keyin olti. Tushundingizmi? Unda olsa biz bunu mayaga yozamiz. Avval ko'rib oldi, buni biz nimaga yozdik? Endi yazdimizmi mana? Endi yazdimiz. Mashaga. Ay, qo'shiket buningki linik boshliq. PR bilan o'ntirbidagi tirnoqni, kontakt PR tirnoqni bevos basmay, shiftdan bo'lib qo'shib basamiz, mana tirnoq ishlaydi. Ondan keyin buning qiymatini mush bir qo'y asan tushunish uchun ayirmam yozay, ya. Color, yani xatni rangi. Qo'shiket boshliq. Tom qaramaz, sal qarandoq chiqsin. Mana chekpash bo'lsa, asliq mazmunni endi ko'rsatib turdi. Agar chekpashni yozmaylam, asliqqa boshqa mazmun yozsam, asliq mazmun chiqadi, ko'rsatmaydi. Tushundingizmi? Chekish mazmunini bosgandan keyin asliq endi boshqa mazmun bor degan. Hamda text decoration qo'shiket non, yani bu yo'q. Ana maqaman beriyapti. Ma ulan qilgan xatni text decoration o'chtamamda. Ma siz o'chdingmi? Endi har bir xatga mouse yig'ilgandan keyin bu qip-qizdan o'zgarsinmi? Undan olsa endi mayaga ay boshliq hover. Hover degan mouse'ni yig'ilgan holatda yana bosh qo'yib, tirnoq ichib oldik. Nimaga? Color. Beta brandisini yozib beray, ya. Buni mi saqlab yotdik? Endi ko'ramiz. Rang o'zgardimi? Bunda bo'lsa har bir xatni men chekkandan keyin qanday bo'ldi? Xatni o'zgardim chekkandan keyin xatlarning o'zgarmadi, qip-qil joyda. O taylik munosabat yo'q. Deganda mush ay 10 ning ishi u. Ay boshliq aktive. Ay qo'shib aktive. Color. Ko'rsan bo'lsin, ha? O'zgardimda? Undan olsa ma chekilib bo'lgan xatning mazmuni qanday bo'lsin? Chekilib bo'lgan xatning mazmuni yanilamiz ulanib qolgan xatga o'xshash bo'lsin. O'zgartmasin rangi, ha? Mana chekilib bo'lgan mazmunlarga bo'lsa o'zgartmasin. Undan olsa ay mashqimat. Man kuchib kelay mazmunni. Tushundingizmi? Tushundim. Imza kelma. Mavtum qara. Xatning rangi 0, manimizda 3. Ozoq farq bor. Lekin hozir ma vista bo'lsa, mana xatning rangini qolib ketdi, ha? Manimizda 0. Adamlar qolib qoldi. Ay vista, hozir buni qaramasak mushqimat shu. Bulan o'rnini olib boqay. Buni mana olsam, mayaga. Endi bo'ldimi? Bo'ldi. Demak bu birinchi qadamda ulanib qilingan xatning 6. İkinci qadamda mouse yig'ib bo'lgan xatning 6 tuzun. Uchinchi qadamda bo'lsa mouse'ni yig'ib ekanini holat, to'rtinchi qadamda biz mouse'ni chekkanligini holat. Tushunaqmi?
Mana hozir zaman yezman deptagi. Hamda biz bu HTML o'ziga CSS yezib berdik. Bu aydigan bo'lsa, umumiy bet yuzga mush navbatdagi mush olingan degan mush HTML hujjatga barliq ayni o'z ichiga oladi. Ya'ni barliq ay harfini o'z ichiga oladi. Mana aka aydigan qiymat o'z ichiga oladi. Hamda buningki ayniki ma qo'shlik bo'lsa, ayniki qiymatini belirli. Ayniki qiymatida linikda bir qiymat bo'lsa, o vaqtda ya'ni aydiganning ichidagi mazmun ularni qilgan bo'lsa, o vaqtda xatning rangi mahlat bo'lsin, xatning rangi mana sal qaramtul bo'lsin, xatningki bezak holati yo'q bo'lsin. Yani ost siziq, o'tir siziq, yoki tomqa, jantoqdek holatlar bo'lmasin demakchi. Tushundingizmi? Shundan ayni qiymat oxirlashdi. Cho'qim har bir qiymatni boshlagan vaqtda mantarni ochimiz, mantarni yopamiz. Andan keyin ikkinchi qiymatni boshlay olamiz. Tushundingizmi? Endi ikkinchi qiymat bu mouse yana o'sha ulanni qilingan mazmunni biz ulan qilingan mazmunniki aktiv ya'ni aktivlanish holati demoqda. Ya'ni inovatli holati. Ular inovatli holatidan yana buningki maqsadda to'g'riversin tekstniki bezak holatimi yo'q. Asosan o'xshaydimi? Hammasi o'xshaydi. Tushundingizmi? Tushundim. Endi uchinchisi mouse'ni yiqi ekan galatma u. Aydigan qiymatning ustiga mouse'ni yiqi ekan galatma u. Mana men o'zgartib baqay, ya. Mana baqay. Mana ko'rdingizmi? Nenchita asossiz chiqdimi? Normalat yo'q, lekin mouse'ni yiqib baqay asossiz chiqdimi? Xo'sh. Mushu yunda degan o'zi osti line degan siziq. Tushundingizmi? Agarda buni yo'q qilasangiz, hech qanaqa bir narsa qolmaydi. Andan keyin bu mouse chekkandan keyin qiymati xatlarning ko'p qo'y. Undan olsa biz mouse chekib qo'ydik xatga. Ko'p o'zgardimi? Mushu o'sha. Shuning bilan navbat anandagi CSS ni ki stylni yepatdik. Bu jarayon o'sha tugadi.